Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan Kick a Lucky Block for Soccer Cards o'yinini o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bu o'yinni men birinchi marta o'ynab ko'ryapman. Hali o'yin ovozi balandroq pasaytirib olaylik. Yetadi shu. Qani boshladik. Yaxshi. Buni yo'q qilamiz. Men bugun birinchi marta sizlarga ovozli video olyapman. Ketib birinchi to'p tepib kelaylik. Bir, ikki, uch. Qani nima tusharkan? Kim tusharkan demoqchi edim. Tail. Normal, yaxshi. Ronaldo tushsa shu bo'ladi. Ronaldo tushsa yaxshi, mana qo'yaylik-chi. $66 sekundiga kuchaytiramiz. Neymar. Hozir free. Keyin baholaymiz, yaxshi. 1 2 3 4 5 6 yaxshi. Spin varga bittalantirib olaylik-chi. Omad sinami. Ikkita spin yaxshi. 2% odamga tushadi. Yana aylantiramiz. Besh yaxshi. Yana bitta aylantiramiz. Yana 5. Yaxshi. Bu pulga kuch sotib olamiz. 7 pulimiz yetarkan. Pulni sotib olamiz. Boshlaymiz. Bu 10 ta qo'sharkan, yaxshi. Mana shuni 300 ta qilib tepib ko'ramiz. Yaxshi. Bolalar bizning kanalimizga rivojlanish uchun like va obuna bosib qo'yinglar. Rahmat bosgan bo'lsanglar. Yaxshi. To'liq ketdi, yaxshi. Pulimiz yaxshi. Speed sotib olaylik. Speed nima? Mbappe alash ketdi bola. Pulimiz yaxshi. Endi tep ko'ramiz. Perfect. O'ngga tushirish kerak ekan bola. Fernandes. Yaxshi bo'ladi. $205 bergan sekinligi. Yaxshi. Agar sizlar ham men bilan o'ynamoqchi bo'lsalaring, like va obuna bosib qo'yinglar. Keyin men sizlar bilan birga video olamiz. Musiyalarni qo'yamiz. Bu qancha bergan? 286 yaxshi. Kuchaytiraylik-chi. Bo'ldi, yaxshi. Endi o'rtasiga tushiramiz. Perfect. Yaxshi o'lar. Yaxshi. Kim tushdi? Arda Güler. Real Madrid o'yinchisi, yarim himoyachi. Yaxshi. Dank. Ko'pir bermasa ekan. Mayli. Kuchaytiraylik-chi. Yana tep ko'ramiz. Bolalar. Perfect. Yaxshi. Yana shu tushdi bola. Nima qilamiz? Olamiz boshqa nima qilamiz? Shu. Endi kuchaytiradigan
tosh sotib olishga pulimiz yetadi. Mana burasi nech bo'lgan? 500 ga. Qani, oy 13. Yaxshi. Yana keyingi safar qaysi o'yin yozib qo'ydi? O'yini kompyuterga yozib qoldiring. Dun 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 dun. Shu barka qilish kerak ekan. Yaxshi. Bo'ldi. Bitta to'p tepamiz. Perfect. Bizga bunaqa o'yinchilar kerakmi? Kerak. Mana. Buni qilamiz. Keyin hech narsamiz yo'q ekan. Pele. Robux ekan bo'ldi. Oy, Ronaldo. Messi. Bruno. Hemen olamiz. O'yinga boshqadan kirib chiqish kerak ekan. Nima qilamiz? Keyin safar olamiz bo'ldi. Yo'lga ma'no dedi. 500 ga yo'q biroq. Yaxshi bolalar. Kommentariyaga yozib fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta, hammasi o'qib fikr izoh qoldiradi. Ana pulimiz yetadi endi. Mana shu ekan, bu ko'p ekan. Bular. Ne shu ekan? 78. O, yaxshi. 2. Tez qo'yamiz ekan. Bol yetadi. Tekolaylik bitta. Bu yaxshi bo'lmadi. Yana tez. Evet, mana shunday. Yana olga mashq qilaylik bola. Videomiz ham ozgina sanalarda tugaydi. Bitta Bears qilamiz, keyin tugatamiz. Mana tek ko'raylik shu bitta. Perfect. Yaxshi bo'ldi, perfect.
O't, yangi. Yaxshi. Fernandes 461. Yaxshi. Yana bitta yig'amiz. Yarim himoyasi. Yaxshi. O'ldik. Tezlikni kuchaytirishimiz kerak ekan. Tezligimiz 22 xolos ekan. Bunchalik nimalar qildi? Kesinlikle. Tezligim yok, kuchaydi. Yaxshi. Yapti ozgina to'rtga qilib turib yana bitta tepamiz. Keyin videoni tugatamiz bolalar. Bitta hozircha bitta mashq o'raylik. 4000 ta kuch yopib turib tepamiz. Ronaldo qilamiz. Qilamiz. Ben bu arada aşırım kestim. Perfect. Kim düştü? Kim? Gabriel himoyachi. Yaxshi, lekin menga kerak emas bu. Yani tepamiz. Rare tush kerak, rare. Biz bunu qilamiz. Sal yaxshiroq futbol tushsini. Bizga lak kerak, lak. O'zim rare tushsin, videoni tugatamiz. Perfect. Hop. Nima deb tushadi? Kim tushadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Hozir to'xtatinglar, yozib qoldiringlar. Bo'ldi, videoni tugataveramiz. Yapti be, men yapti be. Maki, bu. Mashq qilyapsiz. Men 15 minut qolamiz videoni. Yaxshi, kuchingiz ko'payapti-da. Bola hayotda mashq qilib turinglar. Ha deb o'ylayverasizlar. Mashq qilib turinglar-da bolalar. Kuchlaring ko'payadi, menga o'xshaydi. Talashib bolalar, mashq qilinglar. O'zlaringiz foyda. Bolalar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Bo'ldi. Men tepamiz. Perfect. Nimaga yaxshi futbolchilar tushmayapti? Sekinroq tebaylik, ana o'rtaga tushiraylik. Perfect. Yaxshi tushirdik. Ankomon rare. Yaxshi van qo'ya Valverde. Zo'r bolalar, zo'r. 89 darajasi yaxshi. Kuchaytiramiz Valverdeni ham oxirgi kunlarda zo'r o'ynayapti.
Bitta Robert qilamiz, deb chiqamiz. Ham tepamizga. Qani tepalikda. Perfect. Pedri. Sanırım FC Mobile oyuncular meni Pedri va Brisbane to'qqizligi kerak emas deb Barcelona. Bo'ldi bolalar, Robert qo'ramiz bo'ldi. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganlaringiz uchun rahmat, like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Rahmat.